أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المجاهدين وآله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hürmetlik sabaqdaşlar Allah'ın fazla rahmeti bilen bugün dersimizde davamlaştırış için davamlaştırmakçı Allah hemimizge derslerimizden yaxşı menfaatlengili derslerimizden yaxşı ügengili nasip olsun. Bugünkü ders tünügünkü dersimizin davamı boğallığı için dersimizni yaxşı bir düşünüş yaxşı bilish uchun oldingi darsimizni yaxshi o'rganishinglarni tavsiya qilaman. Tunugungi darsimizda hayzdor ayol kishining qandoq yerlaridan manfaatlangili bo'ladi, qandoq yerlardan foydalansak bo'ladi degan haqda ulmolarning İhtilafını biz bayan kılgan edik. İmam Ebu Hanife rahimahullah'ın kararları da Hanefi mezhepte ayol kişinin kendikinin üstünü erkek kandak menfaatlense buladı. Kandak menfaatlense buladı Allah'a Resulullah'ın hadisine geldi. İmam Muhammed rahimahullah bu hakta ve yecteni bu şuareddem dedi. Yani kanның belgisinden saklanıdı. Kan nereden çıkan bolsa, kanның şuarı belgisi nerede boğan bolsa, şu yerden saklanıdı. Ve lehu ma sevahu. O kişiye onundan başka, yani şu cinsi münasebet kılıdığın caydın başka, hemmesi o kişininki halal, kandak faydalansa buludu dedi. Bunun delili liqavlihi aleyhisselam yesna'ur raculu bimra'atihil haidi kulle şeyin illel cima. Adem özünün hezdar ayalı bilen hem narsani kılıdı fakat cimanı deb Resulullah bu yerde cima kılgılı bulmaydı. Onundan başka hem narsani kıla alaydı degan, quchoqlaydi va boshqa har bir qanday qilsa qila alaydi deganlik uchun Resulullahning chekligini cima, ya'ni munosabatning o'rnidan boshqa har qanday yerdan foydalansa bo'ladi deb Imom Muhammad rahimahulloh bu yerni bayon qildi. Demak, foydalanishning o'rni bir qarashda o kindikning usti, tizning osti. Yana bir qarashda kindik bulandı, lotuları bulandı, ne bolsun faydalansa buludu, illa münasebet kılışkan urun. Aşu yaram. Yine Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadisi de İsna'u kulle şeyin illen nikah. Hem narsani qilinglar, fakat münasebet qilmanglar deb Resulullah bu yerda munosabatni chekladi, munosabatni to'sdi. Demak, munosabatning o'zidan to'smoqchi islom, uningdan boshqa maqsadi yo'q. Va lahuma ma ravayna. Bu İmam Abu Yusuf, İmam Abu Hanife rahmetullah alayhi'nin delili yuqorida biz dalil qilgan Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sa'altu Rasulallahi ma yahillu lirraculi min imraatihil haizi deganda qala ma fawqal izar degan mushadis. O Peygamber aleyhisselam'ın lahu fawqal izar o adamga ishtinning ustidagi yala o adamga onundan boshqa yali emas degani. Endi bu adam o ayol bilan kindikning usti bilan foydalansa bo'ladi. Onun astidagiga chaqilishga bo'lmaydi, astidagiga yaqin qilishga bo'lmaydi degan. Va fi ma qala Muhammadun rad'un hawlal hima. İmam Muhammad rahimahullohninki degan dalilida chegaraning atrofida yarlash bo'ladi. Ya'ni
qo'y beqishga o'xshash bo'ladi. Har qanday odam chegaraning atrofida yerlab qolsa, qo'y beqib qolsa, uning qo'y o'tib ketganga o'xshagan bu chegaraning atrofida mashg'ulot qilgan bo'ladi bu. Fayumna'u minhu hazran min al-wuqu' fihi. Shunga bu chegaraning atrofida din to'siladi, buni uchib qilishdan cheklash uchun. Asli maqsad shu, ammo u chegaraning atrofi bo'lganlik uchun balki bu chegaradan o'tib ketish ehtimolligi bor, shuni ehtiyotdan to'salgan. وإن انقطع دمها لأقل من 10 أيام لم يجوز وطئها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة وإن انقطع لعشرة جاز قبل الغسل. Agar ayol kishining qini, ya'ni hayzning qini 10 kundan tuvan vaqtda, 10 kun to'shmagan, 10 kun bo'lmagan vaqtda to'xtasa, ayol bilan jinsiy munosabat qilish to'g'ri emas. Taki yuyungan yoki uningga bir namoz vaqti o'tganga qadar. Ya'ni u yuyunib bo'lmasa, ehtimol o yana hayzning qani kap qilishi mumkin. Yoki namozning vaqti o'tmasa, bir azroq saqlab turimiz, namozning vaqti kirdi, namoz o'qigandan kirgandan keyin o namoz o'qiydi, yana saqlab turimiz, o namozning vaqti o'tganga qadar. Vaynin qata'a li ashra, agar hamda 10 kun bo'lgan chaqda to'xtasa, yuyunishdan burunmi munosabat qilish durust. Boshqa olimlarning buningda bir xil qarashi bor, qaysi kunimiz deb o'tdik. Liqavlihi ta'ala hatta yathurna takhfif va bit-takhfif va at-tashdid. Bu shari yengil o'qigan qiraatmi bor, yathurna deb tashdid bilan o'qigan qiraatmi bor, yattahharna deb. Endi yengil o'qigan qiraatda hayzning qanining to'xtishi bilan pok bo'lgan bo'ladi. Tashdid bilan o'qigan qiraatda hayzning qanining to'xtishi bir to'xtash, yana poklik, ikkinchi poklik yuyunish, yuyungandan keyin haqiqiy pok bo'ladi, g'usl qilgandan keyin shuningdan keyin munosabat qilishga andin bo'ladi deydigan qarashdimi bor ilmlarning o'rtasida. Fama'na tahfif hatta yanqati'a hayduha. Tahfif yengil o'qigan qiroatning ma'nosida o ayolning hayz qani to'xtagan qadar degan bo'ladi. Biz buni 10 ga yukladik. 10 kun o'tgan bo'lg'achqa hayzning qani to'xtaydi. Va ma'na tashdid, qattiq tashdid o'qigan ma'na hatta yagtasilna ta yunğanga qadar dedik. Fa hamalnahu ala ma dunaha amalan bil qira'atayn. Biz bu xil qiroatni, tashdid yengil o'qigan qiroatni 10 kundan tuvandagi vaqtliga yukladik ikkili qiroatga amal qilishdan. Agar 10 kundan tuvan vaqtda hayzdan qani to'xtab qolsa, u vaqtda yuyunib bo'lgandan keyin munosabat qilish halol. 10 kundan keyin to'shqan, 10 kun to'liq to'shqan bo'lsa, yuyunmay turib halol deb ikkili xil qiroatga biz amal qildik. وَلِأَنَّ مَا قَبْلَ الْعَشْرَ لَا يُحْكَمُ بِانْقِطَاعِ الْحَيْضِ. Çünkü 10 günün aldığındaki müddette hayz kesildi, to'xtadi deb hukm qilinmaydi. Qonning yenib kelish ehtimoli bo'lganligi uchun ham bu hayz ulab qoladi vaqtda qon kelsa. فَإِذَا اغْتَسَلَتْ أَوْ مَضَى عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ دَخَلَتْ فِي حُكْمِ الطَّاهِرَاتِ. Agar o ayol g'usl qilsa, hayzning qoni to'xtagandan keyin ya onunğa bir namazning vaqti o'tsa, o ayol pak ayollarningki hukmining ichiga kirdi. Shuning uchun munosabat qilsa bo'ladi. Va ma ba'dal ashrati hakamna binqita'al hayz. 10 kundan keyin bo'lsa, biz hayz uzildi deb hukm qildik. Chunki agar 10 kundan keyin yana qon kap qolsa, o hayz bo'lmaydi. Şuna o ayol kishini munosabat qilish halol. Va qala Zufar la yahillu wat'uha hatta taghtasila wa in qata'a li 10 ayyam amalan bi qira'ati at-tashdid wa jawabuhuma marra.
İmam Zübeyir rahimahullah o ayolni munosabat qilish halol emas. Ta yuyunguchilik, yuyunmasa halol munosabat qilish halol bo'lmaydi. Garchi uning qani 10 kun bo'lganda to'xtasimi. Bu bunga dalili tashdid o'qigan qiroatga amal qilganlik uchun buning javobi yuqorida o'tib ketib qoldi. Biz dedikki biz ikkili xil qiroatga amal qildik. Shunga jumhur ulamolar tashdid o'qigan qiroatni kuchaytirib turib, o ayollarning hayzdor vaqtida hayzdan saqib yuyunmasa munosabat qilg'ili bo'lmaydi degan. Qala va aqallu tuhri 15 yawman. Musannif dediki, paklıkning eng izi, yani hayzdan saqaygan pak holatning eng izi 15 kun. Hakaza rava an İbrahim an-Nakhai, ruya an İbrahim an-Nakhai. Bunu shundaq İmam İbrahim an-Nakhai'dan shunda rivoyat qilingan. Va la yu'rafu illa tawfiqan. Bu tevfik bilan tunuladi bu. Tevqifen, bu tevqifen tevqif, yani şeriatninki anlaş şeriatning bu paklık 15 gün, 13 gün degan bu şeriatning anlaş qalam qarashliq. Va la hadda li aksarihi, bunun ko'piga chek yo'q. Eng tuvanda ayol kishining bir oydagi pakligi eng tuvanda 15 gün. Bunun chekining ölçüm yok. لأنه يستمر مدة كثيرة فلا يتقدر. Çünkü bu köp müddet davamlaşkanlık için onunla ançılak, mançılak dep onun vakt belgilenmeydi. Faslun el-mustahada ve men bihi selesul bevli ve intilaqul batni ve infilatul rihi ve ru'afud daimu vel jurhul lezi la yarqa'u yetevazzaun li vakti kulli salatin ve yusallun ma bihi ma şa'u. Yukarıdaki hayzga münasebetlik dersimiz oldu. Şimdi tüvendeki xun kesile davamlı toxtamaydigan, kan toxtamaydigan bu kesellikten bo'lgan kan toxtamay kep turadigan ayol kishini shariatda istihaza ayol, xun kesili ayol deyiladi. Xun kesili ayol ve süydük tamçılaydigan, yani kichik tahorat toxtamaydigan, davomli süydük tamçılab turadigan kishi, ishchi suriydigan, ishchi surishi to'xtamaydigan, qo'saq og'rib ishchi surishi to'xtamaydigan, yel yuyishib turadigan, davomli bir xil yel yuyish kasali bor, u to'xtamaydigan va davomli burni qanaydigan, saqaymaydigan jarohat bor. Bunday kishilar har bir namozning vaqti kirgan chaqda tahorat oladi ve o tahorat bilan xohlagan nafli, farz bir necha namozni o'qiydi. Balkim buningda İmam Şafii rahmetullohi alayh her bir namozga bir tahorat oladi, bir tahorat bilan xohlagan namoz o'qiy olmaydi deydi. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu rivayet qilganligi uchun anna Nabiy sallallohu alayhi va sallam qol tatavazza'ul mustahazatu li vaqti kulli salatin. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bunday degan. Xun kesili ayol her namozning vaqtida bir tahorat oladi degan. Payg'ambar alayhisalom Fatimaga, Abi Hubashning qiziga bunday dedi. O Fatima Rasulullohga bunday degan: İnni astahizu fala athur, men istihaza, yani xun kesili pak olanmayman, davomli bir narsa minib turadi deganda Peygamberim tavaddai li vaqti kulli salat, her namozdan vaqti kirganda tahorat eling degan. Ve alayhi yuhmalu qawluhu alayhissalam al-mustahaza tatavazza'u li kulli salat. Bu hadisga Peygamberimning xun kesili ayol her namaz üçün tahorat oladi degan so'zi yuklanadi.
İmam Şafii rahmetullahi aleyh her namazga bir taharet alıdı degan. Nima uchun? Payg'ambar alayhisolamning al-mustahazatu tatavazzau li kulli salatin. Her namazga deganligi uchun bu yerda her namazga bir taharet ilish kerak. Chunki o namaz taharetni davomliq ilishi o'zri sabablik, ya'ni uningda to'xtamaydigan xun bu kelganlik uchun, qon kep turganligi uchun u şer'ide özrü sebeplik, zürriyet sebeplik onun taharet deb hesaplangan. Şuna o bir qitim taharet algandan bir namaz o'qib bo'lsa, onun tahareti buzuladi, ya'ni asli holatiga keladi, taharatsiz holat keladi. Li'annahu yuradu bis-salatil vaqt, chunki as-salat degan gap bilan vaqt iroda qiladi. Biz deymiz, bu yerdagi likulli salatin degan likulli vaqtin degan mana her bir vaqt, her bir namazning vaqtiga bir taharet aladi. Qala alayhissalam aynama adrakatni salatu tayammamtu va sallaytu. Payg'ambar alayhisalom meni namoz nerede topsa tayammum qilaman va namoz o'qiyman. Bu yerda namoz nerede tapsa degan, namozning vaqti qachon tapsa, nerede tapsa, men namozning vaqti qachon kirib qolsa tayammum qilib namoz o'qiyman degan vaqtni iroda qilgan. Dilido ati kali salati zuhri, men peshim namoziga kelay degan, peshim namozning vaqtida kelay, peshim vaqtida kelay degan bo'ladi deb bu yerdagi salatni vaqt ma'nosida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam iroda qilgan deb tavil qilamiz. Qala va iza kharajal vaqtu batala wudu'uhum fayatawazza'una li salatin ukhra. Vaqt chiqib ketgan vaqtda ularning taharati buzilib ketadi. Hammasi fayatawazza'una, ular yana bir namoz uchun bilak taharat oladi. Lima ravayna, yuqoridagi bizda rivoyat qilgan hadislarning daliliga asosan. Chunki o hadisda likulli salatin yani tatavazza'ul mustahadatu likulli vaqti kulli salatin. Her bir namazning vaqtida bir taharat oladi deganlik uchun. Va taharatul ma'zuri tantaqizu bi khurujil vaqti 'inda Abi Hanifata va Muhammad. Ma'zurning taharati vaqt chiqish bilan buziladi. İmam Abu Hanifa, İmam Muhammad rahimahullohning nazarlarida. Ama ma'zur bo'lganlik uchun uning taharat elishi, ya'ni taharat bo'ldi. Taharat bo'lganlik uchun vaqt chiqatdi, taharati buziladi. İmam Züfer rahimahulloh bidduhul, vaqtning kirishi bilan taharat buziladi. Aynda Abi Yusuf biyihimakan, İmam Abi Yusuf rahimahullohning qarshida ikkilisidan qaysi bo'lsa, mayli vaqt kirsin, mayli vaqt chiqasin, nim bo'ladi? Namoz taharat buziladi. Ve semretul khilaf fi mas'alatayn iza tawazza'a lis-subhi thumma tala'at ash-shamsu ve iza tawazza'a ba'da tulu'i ash-shamsi lil-'ayd aw lid-duha thumma dakhala vaqtu-zuhr. Bu ixtilofning natijasi tuvandagi ikki masalada oshkora bo'ladi. Bir adam bomdatga tarat elib kun chiqib qolsa, ya'ni bomdatdan keyin kun chiqqandan keyin tarat elib bir ayt namoziga yoki zuho namoziga tarat olsa, an peshin vaqti kirib qolsa, ikkisining qarshida İmam Abu Hanifa rahmetullahi alayhi bilan İmam Muhammadning qarshida birinchisida, yani bomdat namoziga tarat elib kun chiqqan chog'da tarat elib kun chiqib qolsa, tarat buzilib ketadi. Lil xuruji, vaqt chiqib ketganlik uchun. Chunki o'zri uchun ruxsat qilindi o tarat. Vaqtning chiqishi bilan o'zri yo'q bo'lgandan keyin tarat buzilib ketadi. Va la yantaqizu bis-saniyati li'adami. Ikkinchisi tarat buzilmaydi.
sinmaydi taharet o özre bo'lmaganlik uchun. Ya'ni li'adami vaqtning chikitishi bo'lmaganlik uchun. Ikkinchisi agar aytmamizni yoki zuha namozga tarat olgan bo'lsa, u odam o tarat buzib ketmaydi, vaqt uningda bir vaqt chikatdi, yo zuha namozning vaqti chikatdi, yo ayt namozning vaqti chikatdi deyilmaganlik uchun. Uningga alohida bir vaqt bekitilmaganlik uchun. Va inda Zubayr bil aksi Imom Zubayrning qarshida aksi bilanki, Imom Zubayrning qarshida duxul bilan, ya'ni vaqtning kirishi bilan taharet sınıdı. Yani pişiminin vakti kirdi, taharet sınıdı. Esirge ağam, pişimge ağam bolsa esirinin vakti kirdi, taharet sınıdı. Onun aldıda ve onunkin itibarı var. Ve inde Ebu Yusuf, İmam Ebu Yusuf Rahimullah'ın karşıda ikilisi taharet buzdudu. Meyli vakt kirsun, vakt çıkıp gelsin. Çünkü bu taharet لأنها طهارة مع المنافي فيتقدر بالوقت. Çünkü bu taharet karşılık bilen boğan taharet bu. Bir taraftan taharetini sundurup tutkan bir iş var. Yani toktamagan küçük taharet südük ba ya yel ba ya ki bir nicaset ba ya ki kan ba ya diye kıvatkan karşısı var onunki. O onunla kalsak taharetini de özürse boğanlık için o taharet dep itibar kılıngan. Karma karşılığı bilen boğan taharet boğandan keyin vaqt ölçem bununda. Vaqtning kirişi, vaqtning chiqishi itibar emas, vaqt ölçem. Onun vaqt kirishdan burunmi, u vaqt kirgandan keyinmi o taharati bor deb itibar qilinmaydi. Chunki vaqt ölçem vaqtdan burun va vaqtdan keyin taharat bor deb itibar qilinmaydi. وللزفر أنها لو لم تبطل بالدخول لزادت على وقت صلاة. İmam Züfer bu taharet vaktinin kirişi bilen bozulmasa namazın vakti ziyade kalıdı. Namazın vakti artık bulap kalıdı. Ve ennehu khilafun linnas. Bu namazın vaktinin artık bulap kalganlığı neski xilaf. Neste her namazın vakti büktülgen, o vaktin artık vaktini onun katkılı bulmaydı. وَلَهُمَا أَنَّهَا تَسْبُتُ لِلْحَاجَةِ. İmam Ebu Muhammed olan İmam Ebu Hanife deydi, enneha bu taharet hacet boğanlık için kelgen. Hacet boğanlık için. Ve hurucul vakti delilu zavalil haca. Vaktinin çıkatkenliki hacetinin yokalganlığının delili. Yani pişimin vakti kirdi mesela. Bu yerde namaz okuş için mühtaç bulduk. Mühtaç bolganlığımız için taharet buldu. Gerçi taharetini sundurup tutkan anlı olsun mu? Taharet bolganlık için vakt çıkatken hemen ihtiyaç kalmadı. İhtiyaç kalmaganlığının özü taharetinin buzulganlığının delili. Ve duhulu delilul vücud kirgenlik vaktinin kirgenliki hacetinin bağlılığının delili. Tetallukul intikaz bil hurucavla. Taharetinin buzuluşunun çıkıp gitişki bağlanganlık evla. Çünkü kirgenliki hacetini lazım tutudu. Hacet bulganlık için taharet buludu. Çıkıp ketken zaman hacet tügeydi. Hacet tügeygenlik için taharet buzludu. Ve kavlu Züper yelzumuhu misluhu. İmam Züper'nin ki o adamga bu onun şu vaktinin okşu lazım. Vakit zürriyet boğanlığı için taharet bu vakt bilen ölçem şu vakit tügüdü. Taharet tügeydi. Pima iza tevazza'a qabla tulu'u şemsi. Mana gün çıkıştan burun taharet ap koygan ahvalda. Gün çıkıştan burun taharet ap koysa o çıkıp ketken gün haman taharet buzdudu. Ve kavluhuma intekaza vuzu'uhum bi hurucul vakti. Yani bizdenki ularning tahareti vaktinin çıkıp ketişi bilen buzdudu degan söz. Yani ay indahu İmam Ebu Hanife'nin karşıda vaktinin çıkışı bilen taharet buzdudu. Lekin yukarıki taharetsizlik bilen buzdudu. فَاِنَّ الصَّلَاةَ مَعَ الدَّمِ رُخْسَ لِأَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَرْفَعُ حَدَسًا وُجِدَ بَعْدَهُ. Biyadaki namaz kan bilen halette, kan çıkıp tuğan, yıkıp tuğan halette namaz okuş, ruhsat o. لِأَنَّ الْوُضُوءَ çünkü taharet o kandın kin boğan taharetsizlikini götürüp otanmaydı.
Qandın kin payda bo'lgan tarihsizlikni ko'tarib o'tolmaydi. Shunda bo'lganlik uchun ilgirgi tarihsizlikni yo'q qiladi. Qala val ma'zuru huwa allazi la yamdi alayhi waqtu salatin illa wal hadathu allazi ubtiliya bihi mavjudun. Musannif deydi. Ma'zur degan kim desa, ma'zur o namazning vaqti o kishi mubtila qilingan, giribta qilingan taharatsizlik yo'qolmagan holatida namozning vaqti tumaydigan, namozning vaqti tumaydigan shunday kishi. Hatta law inqata'a ad-damu waqtan kamilan kharaja min an yakuna sahiba uzrin min waqtil inqita. Hatta qon mukammal bir vaqt to'xtasa, bu adam sahibi özrü bo'lishdan chiqib ketadi, qon to'xtagan vaqtdan boshlab. Ta namozning vaqti kirdi, vaqtidan namozning vaqti chiqayotganga qadar u kishi duchor bo'lgan tarihsizlik yo'qolmay turgan holati bo'lmasa, u ma'zur emas. Azroq bir vaqt yo'qolmaydigan holat bo'lsa, u ma'zur. قال وإذا زاد الدم على الأشرة ولها عادة فالزائد على عادتها استحاضة. Qon 10 kundan eşib ketsa, bu ayolning odati bo'lsa, ya'ni ya 9 kun, ya 10 kun, yoki 8 kundek muayyan hayzning odati ekan. Bu odatdan qon eşib ketsa, 10 kundan eşib ketgini, uning odatidan eşib ketgini xun istihozasi bo'ladi. لأن بالزيادة على الأشرة علم كونها مستحاضة. Çünkü 10 günden eşib ketganligi bilan o qonning xun istihozasi bo'lganligi o ayolning bilindi. Faturaddu ila ayyam aqra'iha. O ayolni hayz kunlariga, o qonni uning hayz kunlariga qaytariladi. Payg'ambar alayhisalom mana xun istihozasi ayolga da'i salat ayyam aqra'iki summa tawaddai va salli. Siz hayz kuni ko'rgan chaqlaringizda, hayz ko'rgan kunlaringizda namozni tashlang, namoz o'qimang. An hayz kunlarimiz o'tib ketib bo'lgandan keyin qon to'xtamasa, buni xun kesili deyiladi. Tarat eling, namoz o'qing. قال وإذا بلغت مستحاضة فحيضها 10 من كل شهر. Eğer xun kesili balog'atga yetib ketgan bo'lsa, uning hayzi har oyda 10 kun bo'ladi. لأنها مدة صالحة للحيض. Çünkü bu vaqt 10 kun vaqt hayzga to'liq yaraydigan vaqt ya. Hayzning vaqti 10 kun bo'lganlik uchun shu 10 kunning ichidan eşib ketgini xun istihozasi, xun kesili bo'ladi. 10 kunning ichi hayzga hisoblanadi. An fala tahruju bishakki. Bu ayol shak bilan chiqib ketmaydi. Val baqi istihaza, qolganlar istihaza bo'ladi. Lima ravayna, biz yuqorida rivoyat qilgan dalilimizga asosan. Faslun. Tuvandiki an-nifasu ad-damul khariju aqibal viladati wa la hadda li aqallihi wa aksaruhu 40 yawman. Nifas bala tug'ilgandan keyin shuningga agishib, ya balaning tug'ilishi bilan billa yoki bala tug'iliblan agishib chiqadigan qon. Bu nifasning qoni. Wala hadda li aqa li'annahu mushtaqun min tanaffusur rahmi bid-daman. Nima uchun nifas bu bala tug'ilgandan keyingi qonni nafasning qoni deb ataladi deyilsa, chunki bu qon bala yotqining qonni tinishidan yeyilgan. Bu so'z, ya'ni tanaffasa rahmu bid-dam. Balayat o qonni tindi, qonni qusdi, qon bilan nafas oldi deyiladi. Yoki nafasning chiqqanligidan, ya u vaqtda bir tinish bo'ladi, ya'ni balayatga bir tinib oladi, balaning chiqitishi orqali. U tinib qasi bala ya qon. Mayli balaning chiqishi orqali nafaslansin yoki qonning chiqishi orqali
nefeslensin bu bir tingan o'xshash bo'ladi. Xuddi inson o'zininki bir tinivassa, tindi deymiz, ichidagi huvni chiqirvassa, shunga o'xshaydi. Vel kullu mavjud, hammasi mavjud. Endi balaning chiqishi orqali tinsin, yoki qon bilan tinsin, yoki qon bilan tinsin, bu tinish, shuning uchun nafas deb atalgan. Qala va la hadda li aqallihi va aksaruhu 40 yawman. Musannif nafasning izining o'lchami yo'q, tüvünning o'lchami yo'q, ozning o'lchami yo'q, ko'pi 40 kun. لقوله عليه السلام تقعد النفساء 40 يوما إلا أن ترى طهرا قبل ذلك. Peygamber Aleyhisselam nafaslar ayollar 40 gün oturdu. İlla fakat şunun aldıda ya 30 gün ya 35 gün ya 33 gün ya 23 günde paklıkını körse, pak bolsa bu vakitte nefas tügeydi dedi. Demek tüvünün ölçümü yok. Belki 2 günde, 3 günde, 10 günde, 15 günde saklayışın mümkün. En uzunusununki ölçümü 40 gün. 40 günden eşip gidip kalsa o ayal nefaslar ayal hesaplanmaydı. Kadderel ekser ve lem yukadderel akal. Köp bikitildi. Ekser yani köpe bikitildi, izi, tüvünü büktülmedi. لَوْ كَانَ لَهُ حَدٌّ لَقَدَّرَهُ. Eğer bununki çeki yani tüvünün mü ya bir gün, 2 gün nefas buludu, onundan tüven bulap kapkası nefas bulmaydı digili, onunki bir ölçümü boğan bolsa لَقَدَّرَهُ. Şeriat bu ölçümünü çokum bektitti. Bunda boğanda şeriatning bunu bekitmeganligi, ölçem bekitmeganligi buningki tüvünning ölçümünün yo'qligini turib turdi. Va li anna khurujal walad dalilu khurujid dami minir rahim. Chunki balaning chiqqanligi balayotqudan qonning chiqqanligining dalili. Pastug'di yani taqdir shunda bo'lg'achqa uni tüvünü izi manda buludu deb ölçem bekitishdan behojat bo'lindi. Wala dalila fil hayz. Hayzda dalili yo'q. Hayzda uning dalili yo'q. Hayzda qon kelgandan, qonning kelishidan boshlanadi. Uning dalili yo'q. Ammo ma'noda tahtajna ila taqdir. Shunga hayzga kelgan chaqda ölçem bekitishga muhtoj bo'ldik. Uning davomlashishi bilan liyustadalla bidawamihi ala annahu minar rahmi. O qonning balayotqudan davomlashishi orqali balayotqudan ekanligiga dalil talab qilingan. Bu nefasda bali chiqqan hamon qon balayotqudan chiqqanligining dalili bo'ladi. Ammo hayzda balining qonning balayotqudan chiqqanligining isboti shu qonning to'xtamay davomlashganligi. Eğer şu 3 günden tüven demesek, 3 günden en ezi 3 gün demesek, 3 günden tüven şunda çıkıp toxtab qalgan bolsa, bu balayotqudan chiqmagan qon bulab qolishi mumkin. 3 gün ya onundan ko'proq bo'lgan chaqda andin bu qon balayotqudan chiqqan qonken, bu qon hayzning qoni ekan degani bo'ladi. Qala va iza jawaza ad-damul 40 va laha adatun faz-zaidu 'alayha istihazatun. Eğer kan 40 günden eşip ketip yeni toxtamagan, yeni üzülmegen bolsa, bu ayalning adeti beyken, yani burundan başlap adet görüp kelgan ayal bolsa, o adetin ortuqisi xun kesile buludu. Ve illem yakun laha adetun fenfasuha 40. Eğer bu 40 günden eşip ketken bolsa, onun adeti bağlıyla, adet bolgan bolsa, ya 6 gün ya 7 gün 8 gün adet yani hayz haleti iken bolsa adettin eşip ketken xun kesiler. Eğer onun adeti bo'lmasa, onun nifası 40 gündür. Bunu biz el-hayzda bayan kıldık. Qala ve nifasu fit tawma'ayni aqibal awwal. Qo'sh kizak bola tug'ilgan bo'lsa, qo'sh kizak boladagi nifas
avval qisning birinchi bola tug'ilishdan boshlanadi. Birinchisidan keyindan bo'ladi. Imom Muhammad bilan Zufar ikkinchisidan keyindan bo'ladi. فلو كان بين الولادتين أقل من 6 أشهر فلا نفاس لها من الثاني. Eğer iki bala arasında 6 aydan tüvenrak bulab qaptı. İki bala arasında 6 aydan azroq vaqt o'tgan bo'lsa, o ayolga ikincisi nafas yok. İkinci baladan nefas bo'lmaydi. Yani o namaz o'qiydi. Ve inde Muhammed ma beynehuma istihaza. İmam Muhammed o ikisinin arasında buludu anda olganda birinci balıdan ikinci balının arasında buludu degende o hun kesine buludu. Nafas ikincisinin buludu. İmam Muhammed'in nezarında birinci balıdan ikinci balının ağırlıkta 6 aydak vakit olgan bolsa ağırlıktaki hun kesili ikinci balıdan başlap nafas hesaplanır. Ama İmam-ı Abu Hanife rahmetullahi aleyh birinci balıdan hesaplanır. İkinci balıdan hesaplanmaydı deydi. Eğer ikinci balıdan bunda olgan çağda şu iddet sözünü bergen bolsa ayol kişinin birinci balı tug'ilgan hemen iddet taşıdı. Lahu enne nifas vel hayz sawa'un min haysul mahraj vel mani'iyye min es-savm ve salat vel vada. İmam Abu Hanife'ge nafas, hayz o'xshaydi, chiqish tarafdan o'xshaydi. Ya'ni qonning chiqishimi baliyatqidan chiqadi. Nafasdami shundoq, hayzdami shundoq. Roza, namaz, jinsiy munosabatni to'sash tarafdan o'xshaydi. Hammasida jinsiy munosabat qilib olmaydi, roza tutolmaydi. Val haydu la yujadu min al-hamil. Qo'saq ko'tarayotgan ayol kishida hayz bo'lmaydi. Shuningdek pakazan nifas, shuningdek nafas bo'lmaydi. Chunki u bir balani tug'ibdi, yana bir balani tug'may qo'saq ko'tarayotgan bo'lsa, u qandaymi hayz bo'lsin? Valahuma ma zakarna min haddin nifas. Bu ish ko'ylangan. İmam Muhammad bilan İmam Zufar birinchi balani tug'ib 6 oydan tuvanroq holatda ikkinchi balani tuqqan bo'lsa, uning o'ttirishdagi xun kesili bo'ladi. İddet ikinci baldan hesaplanadi deyişi biz nafasning haddi yani tug'ilgandan keyingi tug'ut kesilininki o'lchamini degan 40 kun deganimiz. O tepildi, 40 kun tepilib qoldi. Bi xilofil hayz lima zakarna. Hayz bunun o'xshamaydi biz yuqorida deganligimiz uchun. Annahu yansaddu famur rahmi bil hamli fala tahiz. Chunki hayzda balıyatqının eğizli qo'saq ko'tirish bilan itlipli qoladi, o ayol hayz ko'maydi. İddet oxirgisi bilan to'shidi bil ijmo. İddet ikkinchi bola tug'ilgandan keyin to'shidi. Li'annahu muallaqun bi vaz'il haml. Chunki bu iddet balani tug'ishga qarashliq bo'lganligi uchun ikkinchi balani tug'masa o iddet chiqmaydi. فيتناول الجميع وهي حامل بعد الأول. Bu qo'saq ko'tamizgan qo'saq ko'tarayotgan ayol kishining so'zini bergan bo'lsa, tuqqandan keyin iddati chiqqan bo'lganligi uchun bu vaqtda birinchi balani tug'ib bo'lgandan keyin iddat chiqmaydi. Chunki balani ko'tarishga bog'liq o iddat. Bu tayetinavel hemmini üstü kalıdı. O ayal birinci balıdan kim tekamüldar? Tekamüldar o. Sakaymedi. Kale ve siktul lezi istabane bazı halqihi veladun. Musannif bundak dedi. Ten kuruluşunun bir kısmısı aşkar boğan ya kol ya yüz ya ki yüzünün ma'lum a'zolari aşkarı bo'lgan tushib ketgan balimi bala atasiru bihi nufasa ayol kishi uning bilan nafaslar bo'ladi va tanqazi bihi iddat to'shidi uning bilan didak uning bilan ummu valadga aylanadi. Agar bir xo'jayinning birisi o'zining dedikini sen shu qo'ziqongdagi balani tug'sang sen hur deb qo'ygan bo'lsa tug'ish bilanlar yani bir kichik baladan birisi tushib ketgan bo'lsa uning bilan ummu valad bo'lib hur bo'ladi va balaninki
Balı ilişqa bağlanğan şart ehtiyatni tutub tushib ketadi. Agar balı alsang degan bo'lsa, bu shart qolib qoladi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Aziz do'stlar, Alloh darsimizni davom ettirib qilsin va darslarimizni Alloh subhanahu va taolo davomli manfaatli qilib bersin. Bi rahmatiga ya rahmanir rahim.